Inson o'lganidan keyin nimalar sodir bo'ladi? Keling ko'rib chiqamiz. Inson vafot etgach, uning ruhi tanasidan ajraladi. Qabrga qo'yilganda esa atrofdagi insonlarning yig'lashi va ularning qadamlari ham eshitilib turadi. O'lgan odam bu dunyoni tark etganini tushunadi va barzax dunyosiga ketishini biladi. Shu payt qabrga farishtalar Munkar va Nakir kelishib, savol-javobni boshlashadi. Aynan shu savollarni berishadi. Agar inson hayotligida iymonli bo'lgan bo'lsa, savollarga qiynalmay javob beradi. Lekin afsuski, hayot chog'ida ko'p gunohlar qilib, iymoni sust bo'lgan bo'lsa, so'ralayotgan javoblarga qiynalib javob beradi yoki javoblarni unutib qo'yadi. Dinim Islom, payg'ambarim Muhammad sallallohu alayhi va sallam, Robbim Alloh degan insonning qabri kengayadi va nurga to'ladi. Lekin javob bera olmagan insonning qabri yanada torayadi va qiynoq boshlanadi. Insonning ruhi barzax dunyosiga yuboriladi, tanasi esa qabrda qoladi. Biz-chi? Biz tayyormizmi? Obuna bo'lishni unutmang. Ma'asalama.